sizlarga bir iltimosim bor. 18-iyun kuni O'zbekiston uchun tarixiy kun. Shu kuni biz Kolumbiyaga qarshi ertalabki tongi 7 dan 9 gacha o'yin olib boramiz. Shu kuni sizlardan iltimosim shuki, shu kuni ishlaringizga ishga kechikib kelishiga ruxsat berasizlar degan umiddamiz, chunki ularning qo'llab-quvvatlashliklari bizni juda ham muhim. Biz esa o'yinlarimiz bilan, chiroyli o'yinlarimiz bilan Xudo xolasa sizlarni xursand qilamiz degan umiddamiz. Rahmat hammaga. Xalqimiz uchun tarixiy kun. Prezidentimiz milliy terma jamoamizning o'yinlarini qayerda va kim bilan ko'radilar? Bu juda ham qiziq. Hammamizni qiziqtirayotgan. Ertaga bitta ko'zimiz televizorda, bitta ko'zimiz soatda bo'ladi. Albatta, hurmatli prezidentimiz 40 millionlik xalqimiz singari bu matchni juda ham kutyaptilar. Deyarli har bir bo'layotgan muzokaralarda xorijlik mehmonlar terma jamoamizga omad tilayapti. Hurmatli prezidentimiz ertaga ushbu matchni oilalari davrasida nevaralari bilan birgalikda ko'radilar. Va muxlislarimizga sharoit yaratish uchun ushbu matchlar O'zbekiston vaqti bilan sal erta boshlanishini hisobga olgan holda ertaga ish kunini soat 10 dan boshlanishini belgilab berdi. Davlat tashkilotlarida xususiy korxonalar endi ular o'zlarining imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda o'zlari hal qiladilar. Soat nechidan demak ish kunini boshlashini.